Assalomu alaykum. Sabah avazlıq əsərləri kanalına xoş gəldiniz. Kanalımızda Qaynam örküşü, Manas dəryasından qaytish, Çala tekkan oq, Anjambay, Sarsanro, Qanlıq iz qatarlıq romanlar və Sabit Damullamның qısqacha tərcümali, Xo'janiyaz Hacının iş fəaliyyətləri qatarlıq əsərlər var. Əsərlərimizni yaqtırıb anlışınızlarını qarşı alırıq. Əsərlərini yaqtırğan bolsanız, dostlarınızga ve başka toplarga tavsiye qilishni unutmang. Rahmat. Amdi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yil 1-oyda 1-qitim nashr qilgan tarixiy roman Qanlıq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. Avtordan insoniyat tarixini aqtursaq, ozodlik, barobarlik va haqqoniyat uchun o'zlarini ochiq islar ko'tarilib turgan janggohlarga etib, qonga bo'yalgan va adoqi tiniqlarida butun qudratini yig'ib, hurra to'lab dushman okuplariga o'zlarini atgan talay shir yurak qahramonlarni uchrata olamiz. Ularning boturlik qissalari tarixdan biri ig'izdan ig'izga ko'chib, har bir insonning ruhiy madadkori bo'lib kelmoqda. Ozodlik uchun o'limni mansitmay, adalet qilishlarida sayram bo'ylarini qonga bo'ygan yurtum tuproqidin ko'klab chiqqan bahodir azimatlarning hikoyalari ko'pdan beri qalbimda goh musibat yig'isini qaynatib, goh muhabbat tashqinlatib keldi. Ham bag'rimni xun qilgan echinishlik voqealar meni birar cho'ngroq asar yozishga qistidi. Shu sababdan pak ruhim bilan bu nozik zil temini yoritishga niyat qildim. Jiddiy ziyorat qilish, material to'plash uchun qatirganlarimda ashu qara yillarda arik bayrog'ini lapildatgan peshqadam jangchilar xotirlarini aqtirib, ko'zlaridan yosh, yoq qon to'kib aslimlarini so'zlab berganlarida badanlarim to'g'at bo'lib, burun to'shikchilarim ochiq ichishdi. Etib bo'lmas azobliq sukutlarga bo'lindim. Tarix qon bilan yaratilib, qon bilan yeziladi. O'z tarixini qandoq yezish har bir millatning e'tiqod va irodasiga bog'liq. Tarixdan ibrat elib, o'zini tonish har bir yoshning muqaddas mas'uliyati. Shunga men ibrat haqiqatlarini boshqalar bilan o'rtoqlashish, boturlar shajarasini kulga aylantirib o'tmaslik va vatan millat oldida javobgarlikqa tortilmaslik uchun qo'limga qalam oldim. Agar qalam egisi turib, buni yezishdan bo'yin to'lg'isam, ozodlik uchun qon to'kkan ark suyar jangchilarning ruhi qo'rinib, go'rida tik o'ltirdigandek vahimalik xiyollar meni o'ziga yam qilishi turganlar gap edi. Dar haqiqat ularning bosqan qonliq izlari shundaqla ko'milib ketmaydi. Ularni xalq hamon aslab turdi. Mazkur romanning qonga bo'yalgan sayram nomli romandagi ba'zi bir igidarchilik da'vosi bo'lgan materiallar chiqarib o'tilgandan keyingi qilib qolgan materiallarim yangidan to'plagan tarixiy qiymati yuqori, mazmuni mo'l tarixiy materiallar va Shamolxon haqidagi ilgari e'lon qilingan Avliyo nomli hikoyamni asosiy manba qilib ayni davrdagi tarixiy reallikqa uyg'un holda yezib chiqdim. Asarga Avliyo nomli hikoyani kirgizishimdagi sabab Shamolxon obrazini texmo gavdalantirish, xarakterini to'liq echib berish uchundir. Chunki kichikimdan tartib Shamolxon haqida nurg'un hikoyalarni anglag'achqa, uning obrazi qalbimning cho'nqur qatlamlariga singib ketgan. Uningga nisbatan yuragimda her zaman muhabbat tashqinlaydi. U haqda qancha ko'p qalam tavratgan sirim qalbim shuncha nurlandi. Ruhim shuncha ko'tarildi. Uning chekisiga gul qisib, to'pliq yo'lda naqsha etib ketib borgan ko'rinishi faqat ko'z oldimdan ketmaydi. Mazkur romanimni ro'yobga chiqarishda meni yozma material bilan ta'minlagan Ahmad Turdiyev, Nur Muhammad To'xti akalarga, og'zaki material bilan ta'min etgan Muhammad Qari Hajim, Muhammad Yasin Sabir, Abduqadir, Abaydullah, İsmail, Abdurrahim Mojang,
İmam Hasan, Sadiq akalarga təşəkkür bildiriş bilan birga Şinjan tarix materiallaridagi men aslimlaridan foydalangan mualliflarga ko'pdan ko'p rahmatimni izhor qilaman. Chunki bular Vigi Yanning muno so'zlari bo'yicha ish tutdi. Agar kishi volqon etilib o'z yezisini vayron qilayotganligini, mazlum xalqning zo'ravon hokimga qarshi qo'zg'alingini yoki noma'lum va bosh-boshdoq xalqning o'z vataniga bostirib kirayotganligiga o'xshash favqulodda voqealarni ko'rsa, bularning hammasini yozib qoldirishi kerak. Agarda u hikoya so'zlarini qalam uchi bilan tizish san'atidan xabarsiz bo'lsa, o'z asliklarini tajribalik bir qalamkashga so'zlab berishi kerak. Qalamkash buni yaxshi qog'ozga yozib, navra-chavralarga qoldirsin. Vegi Yanning buningga ulab aytgan muno so'zlari ularning oliyjanob fazilatlariga yot. Ajoyib voqealarni boshdan kechirgan turuqliq bu haqda sir saqlab o'tib ketgan kishi o'limning so'q qo'llari beshiga tegib turgan holatida xuddi qimmatlik buyumini chapanga o'rab cho'nqur yerga ko'miyotgan bexil odamga o'xshaydi. Bu asrim xalqimning ma'naviy tashnaligini qondirishda bir tamcha so'ning rolini o'ynay olsa, tartgan mushaqqatlarim armonda o'ksib qolmas. Qalbim baxtdan nur emar deyman. Mazkur romanimni xatoliklardan mustasno deyolmayman. O'tkir apandi aytgandek, kam yerini keyingilar to'ldirar, xatosini ko'pchilik tuzitar. Muqaddima. Sayram ko'li o'zing kichik darding to'la, daval qo'ysan sahillardan tashalmaysan. Atrofingni qo'rshib olg'ach egiz tog'lar, umtilasan davanlardan ashalmaysan. Mamtili Tavfiq apandi. Bu muqaddas ona tuproqda yo'ruq bir tong uchun qon to'kib uningga o'zini atganlarmı, aziz jonlaridan ayrilganlarmı bo'lgan. Tarix bularni mangu yod etidi. Ona zaminning har siqim tuproqlarida ularning nurluq simasini va yorqin izlarini ko'rilish tas emas. Ularning ulug'vor obrazi asrlar qo'ynida mangu toshlardek abadiy yaltirab turadi. Qadimiy izlarning jonliq shohidi bo'lgan bu ona zamin o'zi papalab o'stirgan, o'zi uchun qon to'kkan bahodir o'g'lonlarini har vaqt yod etidi. Ular uchun yosh to'kidi. Tarix, adolat va hurlikning qurboni bo'lganlarni o'zining oltin batlarida mangu yaltirtib turdi. Chunki ular mehribon ota-onalaridan, suyumlik farzandlaridan, shirin so'zlik yoridan ayrilib, vatan xalq uchun o'zlarini qurbon qilg'uvchilar emasmi? Bularni unutishni tarix xoinlik deb biladi. Nini mard azimatlarimiz, shir yurak o'g'lonlarimiz qabrsiz ketgan bo'lsa-mu, tarix ularga oltindan yopiq yepib, o'z qalb to'ridan o'rin beradi. Ular o'zlarini o'ylamay, xalq ozodligi, yo'ruq tong, yangi vatan uchun o'zlarini yomg'irdak yig'ayotgan o'qlarga, dushmanlarning potay okuplarga atganlar edi. Bularning zafar naqshlarini yangritib kelishlarini har namozida tilab, kutib turgan qadrdan ota-onalari, bolalari, suyumlik yori, qavm qarindoshlari bor edi. Ular bularning yo'llariga zarqish ilikida qarab, ko'zlari teshligudek bo'ladi. Ularga Xudodan aman esenlik tilaydi. U nima degan vasvasalik qora kunlar, tong atmas tunlar edi ha? Ah, bahorga chanqigan yuraklar. Tong texi atmay vatadi. Zimiston qish o'z kuchini ko'rsatib, zaminni muzlatgan edi. Muz qatgan bir daryo ostida shildirlab oqqan sular mungluq bir kuyda bahorni chillavatadi. Uning kuyidan zamindagi hamma qayg'u azoblar temib turadi. Uning chinqilgan yuragi oxir naqshisini o'zgartdi. Muzlar g'araslab yerildi. Ana daryo shiddat bilan muzlarni qayoqlargadir ilib qochdi. Larzan shamol yuzlarni siypab o'tib, bahordan shapa berdi. Lekin bahor kelmay vatadi. Bahor uchun qon-qon bo'lgan yuraklar
tashnalıqda qag'jiraydi. Qarang'uliq bara-bara tarayib, subhi o'z jamolini ko'rsatdi, lekin quyosh chiqmayotdi. Subhiga talmurgan ko'zlarining quyoshning chiqishiga nisbatan umidi bor edi. Shu umid ularga qayta jon ato qilib, sulg'an, zaif vujudini yangi hayotiy kuch bilan yoshartmoqda edi. Zemin silkindi. Qara bulutlar bosgan osmonning bir tarafi suzilishga boshladi. Muzlagan tanlar, muzlagan zemin, chinqilgan tog'lar, ig'ir hasratlarda ig'ir oqqan daryo edi. Ig'ir oqqan daryo amdi sal o'ziga kelgandek bo'ldi. U amdi o'zini to'niyotdi. Batur o'g'lonlarning itining tuyoqlari hamma yerlarda to'pa to'zitib o'tiyotdi. Chaqmoq dahshatlik chiqib, guldirmama guldirladi. Zemin larziga keldi. Mugdegan ko'zlar cho'chib uyg'onishdi. Zemin mugdek basqan ko'zni uvlamoqda edi. Sher yurak Batur azmatlarning ozodlik yo'lida o'ynatgan qilishlari Musa alayhisalomning haqqoniyat tayiqi Nil daryosini ikkiga bo'lib o'tgandek dushman to'saqlarini bo'sib o'tadi. Ularning to'kilgan qonlari Sayram ko'lini Laylining pak qo'l yog'liqi Majnunning chin muhabbat suyida sug'urilgan qinida bo'yalgandek bo'ylib, oltindek yaltirab, o'lmas bir haqiqatni chaqintatdi. Jandin kechmagicha jononga yetkili bo'lmaydiganligini ular amdilatin his qilishyotdi. Shunga ularning tomirlaridagi qon toshqinlab, ko'zlarini baxtiyor bir turmush chaqnatib turayotdi. Ular buning uchun hammadan ketishga rozi. Ularning o'ylaydigini o'zlari emas, balki avlodlarning kelajagi edi. Xo'rliqqa to'lgan mudish bir hayot ularni ana shundoq asabiylashtirayotgan. Ular avlodlarning bo'yin qisib yurishlarini, yetimlik asartida zar-zar yig'lashlarini, o'zlari tortgan kulfatlarni tortishni xohlamaydi. Ularning putiga kirgan tikan yuragiga sanjilgan tikan bilan barobar. Ular uchun bular jonlarini olqiniga ilib, boshlarini qo'ltiqiga qisishib, sayramni qonga bo'ymoqda. Quyosh, ah quyosh, nurona mehring sayram ko'liga oltin rang bermoqda. O'chmas bir haqiqatni o'tkir nurlarida jonlantirmoqda. Ah qon. Birinchi bob. Uyqudagi zemin. Uyqu o'limning buradiri va muqaddimasidir. Abduqodir Damulla. Birinchi. Tangri tig'ining shimoliy tarafidagi bu yeshillikqa to'lgan diyorni qilin to'qayliqlar, ibtidoiy o'rmonliqlar qoplagan bo'lib, yavoyi hayvonlar uningda erkin yayrishib yurdi. Turlik tuman qushlarning sayrashlari, to'lg'inib eqib turgan suzuk suvlar va tanga shifo saf havo odamga cheksiz huzur beg'ishlaydi. Shimol tarafda Jo'ng'ar Alatig'i hayvat bilan qad ko'tarib turdi. İbnur ko'li bilan Sayram ko'li orasidagi bu afsona rivoyatlarga to'lgan makonni asrlardan biri Uyg'urlar o'zlarining issiq uyiga aylantirgan edi. Ular asosan tarqa holda chorvachilik bilan turmush kechiradi. Ular tabiat bilan tang nafaslanadi. Qushlarga jo'r bo'lib naqsha aytadi. Suvlar ularning tomirlaridagi qon bilan billa oqadi. Bir tal giyohning solishi yoki daraxtlarga urilgan bir palta ularga yetkusiz azoblarni ilib keladi. Ular ko'kni shunchalik ulug' bilishadi. Urxun vodalaridagi Uyg'urlar uzoq bir mahal beshi barlarni bosh egdirib, tizi barlarni tizlandirib, ustidagi tangri, ostidagi yer zamin saqlaganligi uchun tarixda misli ko'rilmagan shonliq tarixini mangu toshlarga putib qo'ydi. Ular jahonni zilzilaga solgan buyuk xonadonligi parchalanib, g'arbga ko'chgandan keyinla o'zlarining ashu san'atlik shajarasini, bepoyon go'zal zaminlarini bayoshatlik ichida o'tgan, nima qilaman desa shuni qila oladigan faxrlanarlik kunlarini mu'linib turib eslaydigan bo'lib qoldi. Ham ichki qismdagi inoqsizlikning eng cho'ng fojia ilib keladiganligini tunib yetdi. Shundoq dunyo kuchliklarining ularning yaratgan tarixi
Kimningmi qalbida cheksiz söyüniş qo'zg'amasin, afsuski, quyoshning patadigan vaqti bo'lganiga o'xshash, gullangan xandonliqningmi xaroblashadigan chaqlari bo'ladi. At tuyoqlaridan o't chachirtib sayram bo'ylariga kelgan bir qism Uyg'urlar atlarining tizginlarini mag'rur tortishgan holda bu go'zal zaminga to'ymay qarashdi. Ularning qalbi yorib, bu yerdagi qarindoshlariga qaytilib ketdi va Po'lat shahar barpo qilishga kirishdi. Ular bu yerni Qo'sh suv, ikki o'kuz turkiy tillar divanida bo'rtala shundoq atalgan deb atishadi. Ular qon ter badiliga kishining ko'zini chaqintadigan go'zal ham hayvatlik Po'lat shahrini barpo qilibla qolmasdan Dingbaliq, Jing, Ipnur ko'li, Qizilyar, Aral To'qay, Ko'kdala, Baqiko'k, To'qmoq qatorliq joylardami uchqur atlarini tinimsiz chaptirib, madaniyat urug'larini bosgan izlariga chechib mangdi. Ularning turmushi shunchalik paravan ham qaynoq edi. Afsus, tuyuqsiz ko'tarilgan qora quyun shiddat bilan yopirilib keldi. Bu qora quyun Jo'ng'ar istilachilari edi. Uyg'urlar yurt qo'g'damagan o'lar degan aqida bilan arg'amoqlari ustida qilich, nayza, o'qiya, qalqonlarini ishqa solgan bo'lsa-mu, lekin zo'r qo'shin oldida shimolga chekinmakdan bo'lak amal topolmadi. Qon ter bilan tiklangan Po'lat shahri bo'rtalaning ayni vaqtdagi nomi. Qonga bo'yilib, jasadlar bilan to'ldi. Qara iz tutak ichida xarobelikka aylangan uy imoratlar odamning ko'nglini g'ash qiladigan bir fojialik manzarni shakllantirdi. Qo'sh o'kuzning bir mahal nurlangan madaniyati xaroblashib, avatlashgan ko'chalarni g'ariblik bosdi. Po'lat shahrida islashgan tomlardan bo'lak narsalar ko'yib kul bo'ldi. Bu yurakni laxti qon qiladigan ichinishli fojia avamning qalbini ochiq hislar bilan to'ldirib, istillachilarga bo'lgan nafratini urg'utdi. Jo'ng'ar tajovuzchilarining ot tuyoqlari bu yerdan ko'tarilib, janub tarafga qarab atlandi. Xalqi har tarafga to'zib ketgan qo'sh o'kuz odimizotsiz joyga aylanib, g'iriblik ichida qoldi. Go'zal shaharni yova o'tlar bosdi. Cheksiz ketgan yayloqlarga yavoyi hayvonlarning qadam izlari qaytadan tushdi. Sular o'z erki bo'yicha oqdi. Tabiiy o'rmonlik rivoyatdagidek bir dunyoni yanila saqlanib qoldi. Bu yer odamga qo'yuq afsonaviy tuyg'ularni baxsh etib, dillarda e'tiqsiz bir xil so'ygu uyg'otdi. Keyin qilin to'qayliqlarning orasidan kimningdir birining hasratlik naqshisi uchib keladigan bo'lib qoldi. Davomi bor.